Barchaga xayrli kun deb qolamiz. Kabutarlar uchun yana bir chiroyli temirdan tayyorlangan qafasimiz tayyor bo'ldi. Sizlar bilan tanishtirib o'taman. Qafasimiz mana oldi ko'rinishlari, fortichkalari baland holatda juda ham chiroyli joylashtirilgan. Qolaversa, uyalari ham keng holatda tayyor bo'lgan. Qafasimiz razmeriga keladigan bo'lsak, balandligi 2.35, uzunligi 1.70, yon tomoni ham 1.70 razmerlarga ega. Juda ham chiroyli tekis holatda qurilgan. Kraskalari ham Devo kraska sepilgan. İçini ko'rsataman, ichiga kiramiz mana. Bemalol odam ko'taradi. Ichida bemalol kirib chiqish mumkin. Uyalari mana. Chiroyli tarzda mana. Qo'noqlari ham 2 dona qo'noqlari bor. Oyoqlariga botmaydigan materialdan qilganmiz. Qo'llari ham juda mustahkam holatda qurilgan. Qafasimizni ichi ham baland holatda, odam kirganda bo'yiga xalaqit qilmasligi uchun baland holatda qurilgan. Setkalari ham qalin setkadan, zanglamaydigan setkalardan tortilgan. Mana eshiklariga ham qulflash uchun joylar tashlab ketilgan. Zuluf bemalol eshiklarni qulflab foydalansangiz bo'ladi. Qafasimiz issiqqa va yomg'irli havolarga, qishga ham chidamli bo'lib, bemalol ochiq joylarda saqlansa bo'laveradi. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling. Eng sara yangiliklarni kuzatib boring. Manzilimiz Namangan viloyati Uch tumani Jidakapa qishlog'i. Murojaat uchun telefon nomer 94 kodi bilan 273 73 53.